Bütün Şarkı Türkistanlıklarının Cumhuriyet Günü'ge mübarek olsun. Bugün biz Uygurlarning jumladan bütün Şarkı Türkistanlıklarının yakın zaman tarixida iki qatim, yani 1930 yılı 11 ayının 13 günü Qashqarda ve 1944 yılı 11 ayının 13 günü G'uljida Şarkı Türkistan Cumhuriyetini kurup Şarkı Türkistan halkının milli müstakillik iradesini dunyoga jakarlagan kun. Bugün ata-bobolarimiz zafer quchgan, qahramonlarimiz sharaflangan kun. Bizni iftixorlik tuyg'usiga cho'mdirgan kun. Minglagan shahidlarimizning issiq qonlari badaliga qurilgan bu muqaddas ichki jumhuriyatimiz yillardan buyon xalqimiz tarafidan bebaho guhar sifatida qadrlanib, har xil shakllarda Cumhuriyet kunimiz yod etilib kelmoqda. Bu ichki jumhuriyatimizni har zaman yod etib turish va uni g'oyibona ro'yiga varislik qilish har bir Sharq Turkistonlikning milliy va vijdoniy burchidir. Bu munosabat bilan 11 ayning 16 kuni Amsterdam Dam maydonida Sharq Turkiston Cumhuriyet Günü tabriklash faoliyati o'tkazmoqchi. Shunga Gollandiyadagi barliq qarindoshlarni bu faoliyatga aktiv qatnashishga taklif qilaman.